Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 1 mashinasi kelib bo'ldi. 99-yil Sony Scrambler Super bez konditsionerli varianti okalar. Ko'rishingiz mumkin. Kuzov holatlarini ozgina o'zinglar uchun bir qator qarab olarkansizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, okamiz tomdan pastiga roziman deyaptilar. Balonlar ham o'rta holatda, salon qismini o'qilib ko'rsatib qilsam, salonlar lekin yaxshi holat turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Mashinaga chexol, ko'ri, poli solingan. 355 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Magnetofon kolonkalar bor, temir gaz balonligicha ustunovka qilingan. Motor korobka ходовой qismida hech qanaqa ishlar yo'q ekan. Ana o'zinglar uchun bir qator qarab olasizlar. Aytib o'tganimdek okalar, kuzovlarni o'zinglar uchun bir qator qaratib olsani, texnik tomonlama hech qanaqa muammolari yo'q ekan. Xo'p, sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini sizlar maza qilinishingiz uchun Jiguli narxida bo'ldi okalar. $1450 bu holida. $1450 ga 99-yil Sony Scrambler Super bez konditsionerli variantda Nexia 1 mashinasi. Egalar nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib barak qilishingiz mumkin okalar.